Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun aktiv energiya haqida so'zlaymiz. Energiya yuqumliqdir. Mayli u aktiv energiya bo'lsin yoki passiv energiya bo'lsin, u chuqum yuqudir. Ajdodlar aytgan hikmatlarning hech biri bekorga aytilmagan. Ürükni ko'rib ala bo'lur degan so'zmi shularning jumlasidan. Bu so'zni nega qo'ysak qo'ya olamiz. Biz bu sözün yolga çıkıp aktif energiyalik insanları bilen aralashgan odamga ulardan aktif energiya yo'qidi, passiv energiyalik insanlar bilen aralashgan odamga ulardan passiv energiya yo'qidi desak hergiz xato bo'lmaydi. Chunki hayotimizda aktif energiyalik ijobiy insonlarning mavjud bo'lganligi biz uchun çok nimet bo'lgandek, passiv energiyalik salbiy insonlarning bo'lganligi biz uchun vabo va shumliqdir. Alloh taolo Qur'on Karimda iymon etganlar Allohdan qo'rqinglar va rostchilar bilan birga bo'linglar deb ko'rsatgan. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inson o'zi aralashgan odamga o'xshaydi. Şuna aralışıdığan adımlarını yaxşı tanlanglar deb ko'rsatgan. Amerikalik yazgıcı James Rohin insan o'zi eng ko'p aralashgan 5 insonning yig'indisidir degan ekan. Chunki inson o'zi aralashgan kishilardan angliq va angsiz holda ko'p narsalarni qabul qiladi. İjobiy kishilardan ijobiylikni, salbiy kishilardan salbiylikni qabul qiladi. Shunga ijobiy ölgülük kişiler bilen aralışış paydalıktır. Hayatınızdaki insanlarını elgekten ötküzün. Köңlünüz bir aram, özünüz ümitsiz, külleriniz gamkin, ruhiniz düşkün, işleriniz neticesiz ötüvatkan bolsa, özünüzü teşvirip görün. Ve hayatınızdaki dostlarını, aralışıdığan kişilerini közden keçirin. Ulanı bir-birlep elgekten ötküzün. Andın pasif energiyalik kişilerini hayatınızdan çıkarıp ötüp aktif energiyalik kişilerini çın tutup kalın. Ular bilen dostluğunuzni ve münasebetinizni küçeytin. Şunday kılsanız siz aktif energiyaga ega bo'la olasiz. İjobiy kişiler bilen aralashsangiz, ular ruhingizni yengilab turdi. Sizga ilhom berib turdi. Sizga qiyinchiliklarga emas, hal qilish chorasiga ahamiyat berishni o'rgatadi. Sizga aktiv energiya beradi. Sizni yuqoriga ko'taradi. Sizning xushalligingizni oshiradi. Sizning hayotga bo'lgan ko'z qarashingizni yengilaydi. Sizning o'z ishonchingizni kuchlantiradi. Salbiy kishilar bilan aralashsangiz, ular sizning g'amkinligingizni va umidsizligingizni oshirib etadi. Sizning energiyangizni imidi. Sizning choralar bilan bo'lishning o'rniga qiyinchiliklar bilan bo'lib qolishingizga sabab bo'ldi. Sizning vaqtingizni o'g'irlaydi. Sizni tuvanga tortadi. Sizning ruhingizni zaharlaydi. Sizni g'amkin qiladi. İjobiy insonlarning bizga qo'shadiganlari bilan salbiy insonlarning bizdan oladiganlarini sanab tugatgil bo'lmaydi. Sizning kunlaringiz mayli yaxshi o'tgan bo'lsin yoki nachar o'tgan bo'lsin, uningda hayotingizdagi insonlarning cho'qim ta'siri bor. Shuni unutmangki, siz xohlamagan birisi sizning hayotingizdan o'rin ololmaydi. Salbiy insonlar o'zlarining passiv energiyasini sizga majburlab tanolmaydi. Bu faqat siz yo'l qo'yganda bo'ladi. Shunga siz ularga yo'l qo'ymang. Ularni hayotingizga qat'iy yo'l atmang. Alloh hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.